Hurmatli kanalimiz a'zolari, mana xudo xolasa hijoma olish jarayonini boshladik inshaalloh. Doktor tushuntirib boraveradilar inshaalloh. Bu akamiz sog'lig'ida muammolari yo'q, shunchaki profilaktika olish maqsadida bizga tashrif buyurgan. Akamizga profilaktikaga xosda ikki qo'l ilishlariga, yelka qismidan kurakdagi, ikkita kurakdagiga sanchiqlar, kuchli sanchiqlarga qo'yiladi. Yurak, oshqozon, buyrak, umurtqa kirishi kontrol, jinsiy tochka deyiladi bizda, jinsiy aloqa tochka, prostata shamollashlariga, prostata qanaqa muammolar bo'lsa, hammasiga tochkasi shu yerda. Xudo xolasa akamizga profilaktika jarayonini sizlarga qisqacha ma'lumot berib, tushuntirib, ko'rsatib o'tib ketamiz. Massaj qilib olinadi. E'tibor berib qarab boraveringlar. Doktor hammasini tanishtirib boraveradilar. Shuningdek bizga hijomada ishlatadigan asoslarimiz bu massaj jarayoniga kerak bo'ladigan massajni yog'ochlarimiz. To'qon tomir yo'llarini ochib beradi. Tanani qizdirish uchun ishlatiladigan hijomlarimiz. Belgi kirja tomonlariga qo'yiladigan. Bu kirjalarga qarshi, bu tananing barcha qismi, qon tomiri, limfa qon tomiri qismini ochib beruvchi, tanani qizdirib beruvchi, yumshatib beradi. Hijomaga tayyorlab beradi. Mana tanamiz hijomaga tayyor holatga keldi. Tanalar qizarish boshladi. Ularga hozir biz banka, hijoma bankalarini qo'yamiz. Hijomamiz одноразовый, bir martalik ishlatiladigan bankalardan foydalanamiz bizda. bu o'nta qo'yiladimi? Profilaktika uchun, olingan profilaktika uchun hamma tochka organizm bor, tochkasiga qo'yib beramiz hozirga. Og'riq, aslida og'riqli tochkalar kerak bo'lgan. Asxandroz tochkalariga asxandroz, qo'l ilishlari, qop sanchiqlarga, kurakdagi sanchiqlarga, yurak qismidagi qorataloq, oshqozon, buyrak qismi, buyraklarda shamollash bo'lgan sari barcha hozir kunda barchada kuzatiladigan shamollash, buyrak shamollashlariga. Boshla.
Mana akamizning qon chiqish jarayonlari hijomidan so'ng akamizning qonlari ancha quyuqlashib ketgan, qonni rang tuzilishi, qon o'zgargan. Yo'qning ta'sirida quvvat. Mana shu jarayon. Mana hijomamizda keraksiz qonlarda chiqqan jarayoni. Hijoma bankalarimiz to'lishdi boshladi birin-ketin. Akamizning qonlar ancha eskirib, qonlar dimlanish bo'lgan. Mana qonlarimizning ranglaridan o'zi qon quyuqligidan ham ajratib olsak bo'ladi. Qonni ham rangi o'zgarib ketdi-a? Qon ranglarini yo'qotadi. Bu keraksiz qon hisoblanadi bizni. Teri ostida kapillyar qonlar tozalab beruvchi vositani bajaradi. Mana hijomamizni akamning hijomini tozalab olamiz, qonlarini, so'ng olish jarayonlarini ko'rsatamiz. Hijoma joylarimiz 2-3 kunga joylab bitib ketadi, xohlasa. Hijomadan chiqqan mana qonlar. Qon quyuqlashib ketgan juda ham. Qonda qonda qanaqa narsa, tuz bormi, shamollash bormi, qanaqa infeksiya bo'ladigan, barchasi bu qon orqali chiqib ketadi, xohlasa. Xullas, hijoma haqida ma'lumotlarni oldik. Mana shu telefon nomerlarini hozir qo'yaman. Shu nomerlarga telefon qilib bemalol kelaverasizlar. Mana shu nomerlarga telefon qilib bemalol kelaverasizlar. Alloh taolo barchani dardiga shifo bersin. Barchalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh taolo barchamizni, bolalarimizni bosh bo'lib yurishni Alloh nasib aylasin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.